qizimizda tekshiruvni amalga oshiramiz. Alloh shunaqa chiroyli kunlarida bizani ilohim suyuntirsin. Testimiz положительный. Katta programmalarni amalga oshirganmiz va hozir ustida ko'ramiz. Bachadonda. Mana ko'rsat. Mana homilamiz bachadonda. Alloh izni bilan 6 yillik bepishlikni birgalikda yengdik birlamchi va biz kutgan homiladorlik. Embrionimiz bor. Homila pufagida homilamiz rivojlanadi. Juda ham kattalar. Yana bir bepishlikni birgalikda yengdik. Bitta narsaga qoyil qoldim, u qizim qancha bo'ldi kelayotganingiz? Mayda. Hali 1 yil bo'lmadimi? Tak, hali 1 yil bo'lmadi. May bo'lsa 10 oyda biz уже 6 yillik bepishlikni yengdik demak. Qoyil qolgan tarafim, bu qizim haqiqatan programmani boshladik. Bo'ldi, Dildor opa, men to'xtamayman deyishdi. Va mana natija. Xursandmisizlar? Ishonch kuchli edi, harakat to'xtamadi, zo'r. Yana bir oilada olib kelaman endi deb olishga harakat qilyapmiz. Allohim baxt uchun yaratgan, shukr, молодец. Tabriklayman. Sağ ol, xursandman, zo'r. Молодец.